Demak, bugun sizlar bilan birgalikda navbatdagi farqlash qiyin bo'lgan mavzularimiz haqida gaplashamiz. Bulardan birinchisi sifatlovchi, aniqlovchi. Sifatlovchi, aniqlovchi hamda hol. Aynani qaysi holning turi? Tarz holi, ravish holi. Chunki bularning ikkisini savollari bir-biriga juda ham o'xshab ketadi. Ikkisi ham qanday, qanaqa savollariga javob bo'ladi. Shuning uchun bularni bir-biridan farqlab olishning oson yo'lini o'rgataman. Birinchi navbatda aniqlovchi otga bog'lanadi. Ya'ni aniqlovchi doimo otga bog'lanib keladi. Hol esa, unutmang do'stlar, kesimga bog'lanadi. Va kesimning ham aynan turlari bo'lgan sof fe'l ko'rinishda ifodalangan turiga bog'lanadi. Sof fe'l ko'rinishdagi nimaga? Kesimga bog'lanadi. Shundan ham farqlab olishingiz mumkinki, aniqlovchi bo'lib kelsa otga bog'lanadi. Qanday, qanaqa savoliga javob bo'lgan. So'z hol bo'lib keladigan bo'lsa, kesimga bog'lanadi. Misol ko'ramiz. Xo'p. Qanday? U chiroyli gapiradi. Nima qiladi? Gapiradi. Kesim qanday? Chiroyli gapiradi. Demak, bu nima? Hol. Endi aynan shu so'zning o'zini aniqlovchi holatida kelganda-chi. Bu chiroyli ko'ylak. Nima? Xo'p, mana bu so'zini olib tashlagan holatda ko'ramiz. Ko'ylak. Nima? Ot. Chiroyli. Qanday ko'ylak? Chiroyli ko'ylak. Bu yerda esa bu aniqlovchi bo'lib kelyapti. Do'stlar, bu yerda ega deyilmayapti, ko'ryapsiz-a? Otga bog'lanadi deyilyapti. Egaga demadi, otga bog'lanadi dedi. Chunki gapda u ot faqatgina ega vazifasida emas, to'ldiruvchi vazifasida yoki ikkinchi bir aniqlovchi vazifasida kelgan bo'lishi yoki boshqa gap bo'lagi vazifasida kelgan bo'lishi mumkin. Shuning kesimga bog'langanda hol bo'ladi, otga bog'langanda aniqlovchi bo'ladi. Qanday aniqlovchi desa, sifatlovchi aniqlovchi bo'ladi. Bu ikkisini farqlashning eng oson yo'li. Sog' bo'linglar do'stlar, sizga manfaatli bo'ldi degan umiddaman.